Assalomu alaykum. Aziz ahli YouTube bizni kuzatayotgan aka-ukalar. Mana yana o'sha dacha xonadonimizga keldik. 6 sotidan iborat. Takror uni 2 marta qo'yganmiz. Keyin buni bir savdo kelib xaridor bo'lgandan keyin pulini kelisha olmasdan sotmaganlar. Ekib, mana buzoq qilib o'zlari yashayotgan bo'lganlar. Endi hozir shunaqa zarurat bo'lyaptiki, ukam dedilar, sotmasam bo'lmaydi deb. O'shaning uchun aziz ahli YouTube aka-ukalar yana bir bor Xudo xolisa ishoninglar, bu narx yo'q. 26 mingmi qancha qo'yganmiz, o'zingizlar agar kuzatib yurgan bo'lsanglar bilasizlar. Mana shu joyimizni 18 ming dollarga boshlang'ich narxini mana qo'yyapmiz. Xudo xolisa yana sunnatiga o'tib beradi. Do'stlar, mana bir narsani tushuninglar. Bu dashning zonaga kirgan, mana bunaqa xat hujjati bo'lgan. Endi xullas mana do'stlar, mana shunaqa xat hujjatlari bor. Endi mana xullas to'lovlar qilganlar mana bir popga xat hujjat mana shunaqa qilib hokimiyatga to'lovlar qilishgan. Xullas mahalla maqomi berilgan. Mana uyimizga raqam ham berilgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. 40-raqamli xonadon. Do'stlar, Toshkent viloyati, Xattasida, Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, Uyg'ur MFyi, Uyg'ur ko'chasi, 40-xonadon. Mana do'stlar, mahallamiz aholi yashaydi hammasida. O'troq xalq. Juda ham yaxshi. Toshkent shahri Qo'yliq dehqon bozori, shu xonadonimizdan 18 km. Qorasuv mebelchilar 3,5 km. Hokimiyat O'rtachirchiq tuman hokimligi 8 metr shunaqa. Mana bunaqa shebin yoyilgan ko'chamizga, u yog'i asfalt. Xullas hamma sharoit bor. Gaz, suv, svet kirgan. 2 xona pastda, tepada mansardasi bor. Do'stlar, gaz, suv, sveti hamma sharoitlari bor. Mana uyimizning fasad qismi bu yoqdan turib ko'rsatgan. Mana bu qo'shni bilan chegara do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, stalbalarda ham tok, hamma narsa yangilanib, xullas mahalla cho'tki, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa mabodo agar kimgadir qiziq bo'lib oladigan bo'lsanglar yoki telefon qilib egalariga tusha olmasangiz, tepalarda mana raqamim, menga ham aloqa qilsanglar, menda ham kaliti bo'ladi. Kelib xudo xolasa o'zingizlarga ko'rsatishim mumkin. 18 ming dollar do'stlar, boshlang'ich narxi, yana xudo xolasa sunnatiga o'tib beradilar. Xullas nima qoldi? Mana gulli ekilgan. Kiring. Gulli ekilgan do'stlar, yon qo'shni bilan setka bilan yopilgan qo'rg'on. Mana gaz, svet sho'tchilari bor. Mana uyimiz Bog' ko'chasi, 40-xonadon. Mana bu yoqdan ko'rsat. Mana Bog' ko'chasi, 40-xonadon do'stlar. Mramorning kurashga o'sha 20-asr hit bo'lgan, trendga chiqqan mana shu anaqasi. Mana romlarimiz eski, endi bir chiroyli qilib. Endi uy-joy qilaman degan odamga juda ham qulay. 18 ming dollar. 6 sotik. 18 mingdan qanchadan 3 mingdan tushyapti. Yana bir ikki sunnatiga o'tib beradi. Toshkent shahri masofa yaqin, Qo'yliq dehqon bozori. Mana shu o'zimiz joydan endi Qo'yliq dehqon bozorini arendira olamiz. 18 km. Nurafshon shahri rosa bo'lsa, mana shu xonadonimizdan bir 8 km chiqadi yo chiqmaydi. O'rtachirchiq tuman hokimligi 800 metr. Xullas, gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Juda ham yaxshi, xalqi yaxshi. Bemalol chorvachilik, dehqonchilik qilsangiz bo'ladi. Mana shu xonadonimizdan shunday tushib borsiz, bir 150 metr Qorasuv daryosi oqib o'tgan. Juda ham zo'r. Mana do'stlar, bu yog'i pastda endi kladovka bu foydalangan bo'lsalar kerak. O'choq qozon, naryoqdan buzoq ham olib kelib qo'ygan ekanlar. Ukam sotmaydigan bo'ldim. Mana shu o'zim mol-hol qilib, dam olib ana qilaman dedim dedilar. Ilhom aka degan akam organdan xotin bo'lib pensiyaga chiqqanlar. Do'stlar, pul zarurat bo'lgani uchun sotayotgan ekanlar. Kenayimizni Alloh dardlariga shifo bersin. Do'stlar, hammamizda ham har xil vaziyat bo'ladi. O'shaning uchun agar imkoninglar bo'lsa, olinglar, baraka topasizlar. Xat hujjatda muammo yo'q. Mana bir popga hujjat. Hammasini video yozdi, chizdi qilib, guvohlar o'rtasida mahalla oqsoqolini aralashtirib, to kadastr, notarius qilguncha bemalol xotirjam kelib xohlasangiz yashab, xullas oldi berdi qilishinglar mumkin. Qo'rqmasdan, mana hamma xat hujjati bor. Dashning zona do'stlar, lekin mana ko'rsating, mevali daraxtlar bor, giloslar, narigi qo'shni bilan bo'lgan chegara o'ralgan shlakablokdan chiroyli qilib. Mana xonadonimiz ko'rsating, nariyog'i mana emas. Ana mansardasi bor, tepada bitta xona bor, pastda ikkita xona bor do'stlar. Ichimlik suvini ham ko'rsating, mana mevalar, o'tlar, bedalar sepilgan. Endi bitta chiroyli basseyn qilib, oddiy misol basseyn qilib, chiroyli qilib ijaraga bersangiz ham har kuni daromad bor-da. Juda ham yaxshi dam olish uchun. Do'stlar, xudo xolasa xat hujjati bitsa, mazza qilib kadastr bo'lsa, bemalol notarius orqali ham o'tkazib olasiz. Egasi yaxshi odam. Mana kelsanglar ko'rasizlar, mana suvdan muammo yo'q.
vodoprovod suvi juda vodoprovod. Do'stlar, mana bu yerda namesimiz bor. Mana zima leta konditsioner. Nima ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi xudo xolisa qoladi. Mana ko'rsating. Mana chegaramiz. Mana zima leta konditsioner, xullas televizor, xolodilnik, gaz plita. Mana do'stlar, xat hujjati, yana xudo xolisa kimga qiziq bo'lsa, kelganinglarda o'zingizlar ko'rib tanishib, ko'ngil chopsa, savdolashib olsanglar, xudo xolisa o'zimiz ham shu yerda odamman. Agar o'zim imkonim bo'lganda, jon deb o'zim olgan bo'lardim. Ilhom aka degan akam juda ham yaxshi inson, do'stlar. Ha, Ilhom aka, xudo xolisa. Ana, do'stlar, faqat ikkita narsa kirib ketaylik. aha, Mana bu yerga boshlaganimizda oldin safar qo'shib ketuvdik-ku. aha. Gaz plitani xolodilnik. Xo'p, Qarang. Hozir faqat gaz plita bilan xo'p. xolodilnik olib kelaman bo'ldi. Ha, do'stlar, mana o'zingizlar, Mana shunday qo'yadi. mana do'stlar, o'zingizlar bilgandek hamma mana shu kukunning nabor deysizmi, shkoplar deysizmi, hammasi qoladi. Gaz plita, xolodilnikni olib ketaman deyaptilar. Televizor, stol, stul hammasi qoladi. Mana bu yoqdan chiqsanglar, mansabda tepada. Mana bu yoqda ham xona. Mana jitka bo'ylab yopishtirilgan zima leta konditsioneri bor do'stlar. Mana yotoqxona. Xullas, normalniy mana, Xudoga shukr. Mana televizor bor, bundan ortiq gaz bor, svet bor. Hech narsadan muammo yo'q do'stlar. Mana chiroqlarni yoqib ko'rsatyapman. Xudo xolasa pulini kelishib savdolashib olsanglar, baraka topasizlar do'stlar. O'sha zaruriyat borligidan shu yonib turibdi pul. Voy. Mana do'stlar, gazni ko'ryapsizlar. Mana yonadi, xat hujjatni, so'rachon hammasi bor. Xudo xolasa keyin mana shu mahalla maqom berilgan, o'sha hokimiyatga to'lovlar qilib, mana shuncha bir popga hujjat turibdi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Xudo xolasa bemalol nomingizga kadastr chiqsin, bemalol o'tkazib olasizlar. Oltisotidan iborat Toshkent viloyati O'rtacho'chiq tumani Uyg'urma ko'yi Bog' ko'chasi 40-xonadon. Do'stlar, mana yuring. Yana bir bor ko'rsatib qo'ying territoriyani. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Juda ham yaxshi inson Ilhom akam. O'sha zarur bo'lgani uchun mana bu yil sotmayman deb mana Mana. hammasini ekib ham qo'ydim. Buzog'iga joy qo'ydim. Bu yil sotilmaydi dedim. Juda zaruriyat bo'lgani uchun yana qo'yishga majbur qildik. Shuning uchun Mana do'stlar, pomidor, bolgarskiy, xullas mana buzoqlarni ham olib kelib qo'yganlar. Xudo xolasa puliga kelsanglar, Alloh nasib qilsa, suvni ko'ringlar, mazza qilib ichasiz. Bu suvni hech qayerda topolmaysizlar. Rossiya ham zo'r, juda ham yaxshi. Do'stlar, mevali daraxtlar bor, 6 sotidan iborat. Xullas mana. Boriga baraka. Mana bunaqa mashina qo'yadigan, anaqa ishkomlar qo'yilgan, tepasini yopsangiz, mashinangiz ham salqinda turadi. Qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, juda ham yaxshi joylar. Do'stlar, olgan odam baraka topadi. Agar sizda ham Xudo xolasa sotiladigan uy-joylar bo'lsa, aloqa etsanglar, inshaalloh xizmatingizda bo'lamiz. Mana do'stlar, mevalarimiz hammasi hosilga kirgan. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Do'stlar, tepadagi raqam o'zim raqamim. O'zimda ham kalt bo'ladi shu uyi. Agar mabodo shu Ilhom akamga tusha olmay qolsanglar, menga aloqa etsanglar, inshaalloh nasib qilsa kelib ko'rsatib, o'zim kerak bo'lsa savdosida ham aralashib turib, Xudo xolasa sizlar mulkli bo'lib qolsanglar ajangiz do'stlar. Allohimga omonat bo'ling, sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.